bo'lyapti gap. Shunda bir doktor Muhammad Abdulmunaym bir maqolani e'lon qilgan. U savol shuki, o'sha diyorda qanday qilib Buxoriylar yetishib chiqdi, Zamaxshariylar. Shunga bir qancha savol qo'ygan, bir qancha javoblar bergan. Masalan, u kishi aytadiki, men ingliz tilida she'r yozib, u Misrlik o'zi. Men Amerikada yashayman. 10 yil yashadim. Ingliz tilida juda bemalol gapiraman, dars o'taman va ingliz tilida she'rlar yozib, diamonlarim chop qilingan Amerikada. Lekin ingliz adibidan o'zib keta olmadim. Ammo Mahmud Zamaxshariy qanday qilib o'zib ketdi arablardan degan savolni qo'ygan. Va shunga o'xshagan boshqa savollar bor. Shunda javoblardan bittasi. Men uzun cho'zmoqchi emasman uni. Aytdiki, men shu Imom Buxoriy, Termiziy yana boshqa ulamolarni o'qib o'rganib, xulosalarim shuki deb bir qancha xulosalarni aytgan. Bittasi shuki, bular o'z diyorida shunday mustahkam ilm olgan ekanki, dunyoni qayeriga borsa ilmni qaymog'ini ola olgan. O'shuning uchun test hosil bo'lgan. Dunyoni qayeriga borsa ilmni qaymog'ini ola olgan. Chunki o'zida malaka bor. Va yana bir xususiyati deydi. O'z yurtiga qaytgan va har joydan eng foydali narsani olib qaytgan, tashqaridan biror ziyon narsani ko'tarib kelmagan. Yot narsani ko'tarib kelmagan. O'zini diyoriga muvofiq o'zlarini o'sha yashab turgan diyoriga faqat ravnaq keltiradigan ilmlarni qaytarib olib kelishgan. Xorazmiy ham shu, Farg'oniy ham hatto shu Misrgacha borganlar. Ma'mun akademiyasida u yoqda ilmiy bahslarda qatnashganlar va hokazo. U kishi aytmoqchiki, ilmni mustahkam olishgani uchun ilmni qaymog'ini tera olgan hamma joydan. O'z yurtiga qaymog'ini olib kela olgan. Begona narsalarni, ularga ziyon keltiradigan narsalarni ko'tarib kelmagan. U kishi o'rganib shu xulosani aytgan. Mana bu hozir biz ham qilishimiz kerak bo'lgan narsa shu. Bu o'sha ilmiy maqolalarda nashr qilindi. O'sha albatta arab tilida. Bu biz olishimiz kerak bo'lgan namunalardan bittasi. Endi shu yerda biz shu tavsiyani beramiz. Ya'ni birinchi ilmni bu yerda yaxshi oling, keyin qayerga borsangiz boring va ilmni qaymog'ini oling, qayting. Qaytib kelib xizmat qiling qo'lingizdan kelgancha. Endi har kimning sharoiti har xil. Endi har kimga biz lozim deya olmaymiz. Oilaviy sharoit bor, iqtisodiy imkoniyat bor, moliyaviy. Har kim o'zining sharoitidan kelib chiqib, lekin maqsadi o'sha yaxshilikka, ezgulikka xizmat qilish bo'lishi kerak.